Uyda o'tirsam sen kun bo'yi uyda yotgin deyishadi. Ko'chaga aylangani chiqsam sen kun bo'yi ko'chada daytib yurgin deyishadi. Endi uchishni sinab ko'rmoqchiman. Qani nima deyisharkin? Bola to'g'ri, lekin ozg'in bo'l. Kun bo'yi oshxonadan chiqma, lekin ustingdan shirin tetkib tursin. Har kuni uyingni tozalasang ham o'zingga qarashga vaqt top. Har kuni uyingda soating bo'lsin. Lekin bozorda ko'p pul ishlatma. Kechasi bilan bolaga qarab uxlama, lekin shikoyat qilma. Chunki o'zing xohlab dunyoga keltirding. Uying har doim tartibli tursin. Lekin sen aslo charchama. Har doim kulib yur. Nega desam? Chunki sen sho'ring-furg'ur ayolsan. Qani endi qizli paytimga qaytib qolsam deb siqilib turgan bir paytda, qizli paytim ham siqilib yurgan kunlarim esimga tushib ketdi. O'zi nimaga siqiluvdim? Yana kamiga bitta xonaga kirib olib, xonani qop-qorong'i qilib olib, siqilishli ashula eshitib o'tirganimga o'laymi, tavba. Qizli paytim hech kim pishagimni pishitmagan. Hojatga ham kirgim kelgan payt kirib chiqardim. Hozir baxtimga bolalarim sog' bo'lsin. Ko'zimni quvnatib yurishsin. Lekin baribir qizli paytim boshqa